O'zi bulbulli kutda hovli bo'lsa, tiqilib amallar yashayapmiz. Uylantiramiz. Voy kabatga sut kelib o'chirib turamiz-ku. Esi joydami o'zi? Dadasi? Voy, rostini aytsam-chi. Kerakashlik qilib, o'g'il o'lantirib bo'lmasa ekan xotin. Hey, dadajonisi? Men qarang, haligi mashinangizni olib chiqib soting. Biza bir xonali uyga ko'chib o'tamiz. O'zimizga yarasha to'y ham qilamiz, ha? Jinni bo'lsa, mashinani sotarmish. Ha bu mashinaning puliga mahallamizdagi xilay sunnatchi ham sunnaga jallaydi. Jallaymi bo'lsani o'zi? Miyamga zo'r fikr keldi, xotin. Xo'sh. Tez oshining ham 5 so'm topsa, yaxshi bo'lardi-da. O'zinikini o'ziga ishlatardik. Oyog'ini tortib, boshini ikkita qilib qo'yardik. Qalay? Hofiz! Hofiz! Nima? Nima? Mirza Tere, tushmasga. Deydi-ya og'zini to'ldirib. O'rgildim sandagi Michael Jacksondan. Gaplarimizni eshitdingmi? Yo eshitsam ham eshitmaganlikka ovossam, ha? Etga ashulaga o'ynab qo'yasan. To'g'ri. Zamonamiz yoshlarda, ha?